Sizlar uchun do'stlar Lacetti'ning oxirgi chiqqanlardan 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 do'stlar. Bu mashinamiz 3-pozitsiya avtomatik korobka. Bu mashinamizning eng qiziq joyi yurgani do'stlar. Ya'ni 13 yil davomida bosib o'tgan masofasi 143 ming. Shunaqami aka? 143 ming. Mashinamizni do'stlar salon holati juda ham chiroyli holatda do'stlar. Torpeda, shipkalarda qirilgan, chizilgan, ya'ni dilni xira qiladigan joylari yo'q. Kuzov holati ham bir tekis, ya'ni kalinkalarigacha radnoy ekan. Eng qizig'i kraska holati mana shu bitta qanotda ekan. 4 ta yaxshi balonlar taqilgan. Olib keling, motor atseklarini ko'ramiz. 1.6 motor do'stlar, yaxshi akkumulyator, konditsioner, eng qizig'i ABS bor do'stlar. И pokoleniya metanigacha bor. Aka, mashinamizning motor ходовой korobkalari qanaqa? Motor ходовой yaxshi javob beramiz. Zo'r holatda. Zo'r holatda. Gen chiqadimi aka? Yaxshi odam bo'lsa, gen chiqadi. Do'stlar, dokument любой xonasiga ekan. Xohlasangiz gen, xohlasangiz оформить. Aka, mashinamizga qancha so'rayapsiz aka? Mashinamizga 7,5 ming so'rayapmiz. 1.6 ishqibozlari bor aka. Taqalganini ayting aka. 72 ga beramiz. 72. Nomeringiz aka? 90lik 556 98 00. Hoziroq mana shu videoni do'stlar. Bagajini ham bitta ko'rsatib o'tib keting, nimalarni. Hoziroq mana shu videoni do'stlar Lacetti qidirib yurgan akalarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Mana bagaj holati akamiz aytgandek juda ham chiroyli holatda do'stlar. Hamma yo'g'i joyida do'stlar. Pol holati pechat.